Mana bugun sinfdoshlarimiz bilan Himmatjonni nimasiga o'yin yakuniga o'tiribmiz. Fursatdan foydalanib Nuriddin sizga ham ishlaringizga omad, sihat salomatlik, tuman boylik va jo'ralarimiz bilan o'tiribmiz. O'tirishlar ko'paysin. Oxirgi to'yimiz edi. 35 yoshiga uylandi yigit. Yigitni nimasi omadini bilsin, bola chaqasi ko'paysin. Nima deymiz boshqa? Ha, Shomurod, nima deding? To'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. Mana bugun jo'ralar bilan yig'ilib o'tiribmiz, hammamiz. To'y bor edi, to'yni o'tqardik bir balo qilib. Baxtli bo'lsin, bola chaqasi ko'p bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Jo'ramizda ham. Xushdingmi? Hammaga salom. Mana bugun sinfdoshlarimiz yig'ilib o'tiribmiz. Mana yanada bizdan mehr-oqibatga to'la sinfdoshlar mana shu yerda ham bor. Mana shu yerga o'tiribdi mana. Biz mana Nuriddin jo'ram bilan Toshkentdan kelganmiz, guruh qilamiz deb. Bilmadim endi bular qachon bir vaqtini topamiz guruh qilishga. Qilib mehr-oqibatli bo'laylik. Mana hamma jo'ramiz baxtli bo'lsin. Mana eng oxirgi nimani belani yopdik mana kecha, mana bugun yakunlab o'tiramiz sinfdoshlar bilan. O'g'anjonlar mana 5 yil deganga mana bir yig'ilishdik. Nasib bo'lsa sizlar bir chiroyligina bir ovqat taqib beraman. Bu o'tirishimizda asosiy sababchi nima jo'ramiz. Ha, 35 yil deganda bir uylantirdik. Bundan keyin hech kim uylanmasin iloji boricha. Nasib bo'lsa chiroyli qilib dischani taxlab beraman. Nasib bu o'tirishimiz mana shu hamisha davom etaversin. Mana bugun Himmatjo'ramiz jo'ramizni to'yi yakuni mana o'tirimiz hammamiz mana yursa davrasiga. Bundan ham ko'proq o'tiraylik. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Va Nuriddin jo'ngam rahmat.